Bolalar, hozir biz sizlar bilan jadvalli masalalar o'yinini o'ynaymiz. Hamma tayyormi darsimizga? Yaxshi, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bolalar, masalamiz shartini o'qiymiz. Qarang, bizning qahramonlarimiz Bilol, Anvar, Aziza, Iroda, Davron ekan. Xo'p, masala shartini o'qishni boshlayman. Qarang. Tayyormisiz? Xo'p. Bilol, Anvar, Aziza, Iroda va Davron o'yinchoq do'konidan o'zlariga o'yinchoq tanladilar. Ular o'zlari yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarni tanlab, 5 xil o'yinchoq: quyon, baliq, ayiq, qo'g'irchoq va koptok sotib olishdi. Endi hozir ma'lumotlar asosida biz qaysi o'yinchoqni tanlaganligini bilib olar ekanmiz. Tayyormisiz? Ha! Qizlardan birining sevimli o'yinchog'i. Demak, baliqni qaysidir bitta qiz yaxshi ko'rar ekan. Baliqcha qaysi qizning sevimli o'yinchog'i ekan? Aziza. Muhammad Iso, Azizani katakchasiga baliqchani belgilaymiz. Qo'shuv belgisini qo'yamiz. Tanlagandan keyin qolgan o'yinchoqlarni tanlay oladimi bolalar? Yo'q, tanlay olmaydi. Azizani qolgan qatorlariga keraksiz minus belgisini qo'yib chiqamiz, ayru belgisini. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Anvar quyoncha va ayiqchani yoqtiradi. Demak, quyoncha va ayiqchani yoqtirar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Qolgan qo'g'irchoq, koptok, quyonga ayru belgisini qo'yamiz. Anvar ro'parasiga. Bilol. Xo'p, Bilol baliqcha, quyoncha va koptokni yoqtiradi. Bilol qaysi o'yinchoqlarni yoqtirar ekan? Quyoncha, baliqcha, quyoncha, koptok. Demak, qo'g'irchoq bilan ayiqcha kerakmi unga? Bilol baliqchani tanlay oladimi bolajonlar? Yo'q. Demak, Bilolga baliqchaga ham ayru belgisini qo'yar ekanmiz. Endi bizga aytayapti. Bilol yo quyonni yo koptokni tanlash kerak ekan. Labbay. Qo'g'irchoq, quyoncha va baliqchani yoqtiradi. Xo'p, Irodaga keldik. Baliqchani tanlay olmaydi Iroda. Nima uchun? Chunki Aziza tanlab olgan uni, to'g'rimi? O'g'il bolalar qo'g'irchoqni yaxshi ko'radimi? Yo'q. Demak, Iroda o'z-o'zidan nimani tanlagan bo'lar ekan? Qo'g'irchoqni belgilaymiz Irodaga, qo'shuv belgisini qo'yamiz. Barakalla. Endi oxirgi bolachamiz Davronga keldik. Va nihoyat Davronga yetib keldik. Davron baliqcha, koptok va ayiqchani yoqtiradi.